Bir odam bor ekan, xuddi mana shu ahvolda ekan. Go'yo hayotida yutayotganlaridan yutqizayotganlari ko'pday tuyular ekanda. Keyin bir kuni bir do'stini oldiga boribdi. Do'sti endi ancha aqlli odam ekan, ko'p kitob o'qigan ekan. Mana shunday qiyin ahvollarda u do'sti bilan bir maslahat qilar ekan. Boribdi, do'sti aytibdi, "Bu yuzing nega bunday rangsiz, nega bunday so'lg'insan? Bir muammomi bor, bir ya'ni ahvolini so'rabdi-da endi." Odam aytibdi, "Muammo shundaki, nima qilsam o'xshamayapti ya'ni. Hech bir ishimda na baraka bor, na rivojlanish bor, na bir yutuqlarga erishdim. Yutqizganim deb nolibdi." Do'st aytibdi, "Shumi, bor yo'q shumi?" Shu. Endi bu seni savolingning javobi falon jurnalni, bir sport jurnalini aytibdi. Jurnalda falon sahifasida. Sen hozir uyga qaytarkansan bu yerdan, o'sha kutubxonaga kir, o'sha jurnalni, o'sha sonini top va men aytgan betini o'qi. O'sha yerda javob bor. Odam qiziqishda boribdi, aytilgan jurnalda topibdi, aytilgan betni ochib qarasa, u yerda Amerika bezbol o'yini bor-ku, o'sha bezbol o'yinini 1 yillik hisoboti turgan ekan. Falon jamoa bunisi bilan o'ynab bu hisobda g'alaba qozondi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb. Keyin u yerda oxirida asosiy nimaga to'xtalib, Tayjob o'ziga oshirilgan 10 ta to'pdan 3,67% ura oladi degan ma'lumot keltirilgan ekan. Hatto bezbol afsonalaridan biri Bobby Roys ham bu ko'rsatkichni ko'rsata olmagan degan bir ma'lumotni o'qibdi. Lekin u ma'lumotni hech bir shaklda o'zi bilan bog'lay olmabdi va do'stim adashdi shekilli, yo jurnalda yo sahifasida xato qildi deb oradan bir necha kun o'tgandan keyin yana do'stining yoniga bordi. Do'st so'rabdi, "Nima bo'ldi? Men aytgan jurnalni topdingmi? Ma'lumotlarni o'qidingmi? U yerda sen bir savolingga javob topdingmi?" desa, do'st aytibdiki, bu o'zini omadsiz sanayotgan. "Men u yerda bezbol haqida narsalar bor ekan. Men o'zimga tegishli hech narsa topa olmadim u yerdan. Nima bor ekan? O'sha Tayjobni o'ziga oshirilgan 10 ta to'pdan 3,67%ni ura olishi yozilibdi xolos" desa, "Ko'rdingmi?" debdi do'st. Dunyoning eng mashhur bezbol o'yinchisi o'ziga oshirilgan 3 ta to'pdan bittasinigina to'g'ri ura oladi ekan. Sen agar hayotda senga berilayotgan imkoniyatlarda 3 tasidan bittasini qo'lga kirita olsang, boshlagan 3 ta ishingdan bittasi yaxshi yakun topayotgan bo'lsa, mehr ko'rsatayotgan 3 ta odamingdan senga bittasidan mehr qaytib qolsa, shu ishni qilsam yaxshi bo'lardi deb boshlagan 3 ta ishingdan bittasini qila olsang va yoki shu yomonlikdan qaytsam bo'lardi deb 3 ta narsani sanab, 3 ta yomonlikni sanab shuni bittasidan qayta olsang, keyin qolganlardan ham qaytasan. Bittasiga erishsang, sekin-sekin qolganiga ham erishasan. Ko'rmaysanmi? Dunyoning eng mashhur bezbol o'yinchisi unga oshirilgan 3 ta to'pdan bor yo'g'i bittasini ura olar ekan, xolos. Ikkitasini ura olmas ekan. Biz ham shundaymiz bu hayotda, bu o'yinda, bu hayot o'yinida. O'shaning uchun agar boshlagan ishlarimiz vaqtida natija bermayotgan bo'lsa, o'xshamayotgan bo'lsa, uning uchun isyon qilib, xafa bo'lib, ko'z yosh to'kib yurmasligimiz kerak-da. Inshaalloh yaxshi niyat qilib davom etish kerak, to'xtamaslik kerak. Yutqizish siz to'xtagan kuni boshlanadi. Yutqizishning birinchi kunidir sizni to'xtagan kuningiz. Shuning uchun to'xtamaymiz yo, to'xtamaymiz. Aksi bizni to'xtatmoqchi bo'lganlarni ham o'zimiz bilan yugurishga